Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bizani kandas divanimizni so'raganlar bor ekan. Bu divan haqida ma'lumot berib o'tiraman. Divanimizning razmeri, umumiy razmeri 230, ichi 180 bo'ladi. Buni ichida mana bu depil bor. Karatib chiqadi. Chiqqan holatida divanimiz 180 ga 140 bo'ladi razmer. Bemalol yastovlarni qo'yib foydalansa bo'ladi. Materiallari yaxshi. Sidinasiga prujina qo'yilgan, prujina va porlon ustiga 22 protez porlon qo'yilgan. Spinkalari ham fanerdan, porlondan amasdan qilingan, yumshoqroq qilingan. Divanimizning karkas qismi rossiyskiy tavrik-ro'ykadan qilingan. Displey, MDFlari hammasi ichidagi hammasi tavrik-ro'ykadan qilingan. Xudo xolasa. Qo'llariga shpondan qilingan. Sifatli laklarni chiroyli qilib qo'yib qo'yganmiz. Bemalol nasl qo'yib foydalansa bo'ladi. Ikkita qo'liga shponi bor, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.